Fabrizio Romano, dunyo tan olgan futbol insayderi haqida nimalarni bilasiz? Romano 1993-yil Italiyaning Neapol shahrida tug'ilgan. Milan oliygohida kommunikatsiyalar yo'nalishini tamomlagan. Italyan, ingliz, ispan va portugal tillarida so'zlasha oladi. Transferlar haqida u 16 yoshida yoza boshlagan. Bunga u Futbol Manager mobil o'yini orqali qiziqib qoladi. Birinchi marta u 2011-yilda Mario Balotellining agentidan eksklyuziv ma'lumot oladi va hammasi shundan boshlandi. O'zining ta'kidlashicha, kuniga kamida 200 ta transfer haqida qo'ng'iroqqa javob beradi. Iyul-avgust oylari esa u na uxlaydi, na durust ovqatlanadi. 2016-yilda bir insaydida "Here we go" jumlasini ilk bor ishlatdi va keyinchalik uning asosiy terminiga aylandi. Yana bir qiziq jihat, u hech qaysi klubdan pul olmaydi. Shaxsiy hayoti haqida ham hech qayerda gapirmaydi. Uni faqat futbol orqali tanishlarini istagan. Hozir u shu darajadagi insonki, barcha sayt va insayderlar xabar chiqarsa ham insonlar Romanoning tasdiqlashini kutadi. Kontent foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.